النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hurmatli hojilarimiz bir duoga qo'shilib amin deb turing. Ilohim hammamizni ham duolarimiz ijobat bu joyda. Ya'ni ham duolari ijobat kishilarimizni duolari bilan inshaalloh duolarimizni Alloh ijobat qilsin. Amin. Parvardigoro, o'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. O'tgan jami avvalin oxirin payg'ambarlaringga xotaman nabiy bo'lgan suyukli rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ahli baytlariga, sahoba-i ikromlarga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Amin. Parvardigoro, Rasulimiz alayhissalatu va sallam 3 toifa kishining duolari ijobat deganlar. Shundan ota-ona farzandiga qilsa, Alloh taoloni bu duoga to'siq parda qo'ymasligini aytgan. Va safarda yurgan kishiga, ya'ni duolariga to'siq yo'q degan. Ilohim safardamiz, ota-onalarimiz duo qilamiz. Parvardigoro, barchalarimizni mana shu safarlarimiz, ziyoratlarimizni o'zing dargohingga qabul etgin. Amin. Amin. Qilayotgan umralarimizni birinchisi va oxirisi qilib qo'ymagin. Ilohim umralarni chiroyli ado etib, yorug'uz bilan ona vatanga sihat salomat qaytmoqligimiz nasib aylagin. Amin. Yanaki o'zingga bir chiroyli mehmon bo'lishligimiz, xulqimiz go'zal, odobimiz go'zal bo'lib, yana o'zingni uyingga, baytingga va rasulingning havlisiga, masjidiga, nabaviyga, Madina-i Munawvaraga qayta kelishligimiz Alloh nasib aylagin. Amin. Hammamizni Allohim katta haj amallarini ham ado etishlikka o'zing madadkor bo'l. Parvardigoro, umra ziyoratiga kelishiga sababchi bo'lgan hojilarimiz yaqinlari, o'g'il qizlaridan, ahli baytlari, farzandlari, yaqinlaridan o'zing rozi bo'lgin. Ularni qilgan bu yaxshiliklarni o'zlariga ham qaytargin. Ularni mana shu qilgan ishlari sababidan ishiga, o'qishlariga rivoj bergin. Kasbiga, rizqiga, umrlariga Alloh baraka ato etgin. Xorlik, zorlik ko'rsatmagin. Ilohim duoga amin deb turgan hojat va hojonalarimiz, aka-ukalarimizdan o'zing rozi bo'lib, umrlarini uzoq, tanu jonlarini sog' qilib, yuzlarini, qalblarini nurli qilib qo'ygin. Iymonlarini basalomat qilgin. Hammamizni mana shu dunyoda yashar ekanmiz, solih amallar uzra bardavom qilib qo'ygin. Duo talablarimiz bor. Ko'p yillardan beri farzand so'rab yurgan opa-singillarimizga, kelinlarimizga solih, soliha, qori, qurro, olim, ulamo farzandi solihlar ato etgin. Ko'p yillardan beri bemorligi sababidan duo qilinglar, menga ham Alloh shifo bersa, duo qilinglar deb turgan vatanimizda, oralarimizda bor bemorlarimizga Alloh shifoyi komilligini ato etgin. Ishi yurishmayotgan, qayerga bir ish boshlasa, ishlari o'ngidan kelmayotgan yaqinlarimiz bo'lsa, Alloh ularni ham ishlariga, savdolariga, chorvalariga, kasbkoriga barokatlar ato etgin. Bir sabablar bilan mahbus bo'lib turgan yaqinlarimiz, birodarlarimiz bo'lsa, qo'ni qo'shnilarimiz bo'lsa, qishloqdoshlarimiz bo'lsa, ularni ham mushkulini oson qilgin. Amin. Alloh o'zing avf etgin, vatanimiz ulug'lari avf etib, ular ham ahli baytlariga kelib, yori birodarlarini, ota-onalarini, farzandlarini yoniga kelib xizmatlarini qilishligini Alloh nasib aylagin. Amin. Parvardigoro, barchalarimiz shu kungacha bilib bilmasdan qilgan gunoh ma'siyatlarimiz ko'p. Tavba qilamiz. Agar o'zing kechirmasang, bizlar jahannamingga o'tin bo'lamiz. Kechirsang, Alloh
Alloh o'zing mehribonsan, jannatingga kirgizasan, jannatingda umidvormiz. Parvardigoro, yurtimizga ham o'zing rahmat yomg'irlaringni, rahmat qorlaringni berib siyrob qilgin. Butun dunyomizni tinch qilgin, mamlakatimizni tinch qilgin. Amin. Olib borilayotgan sa'y harakatlarni, yaxshiliklarni davomiy qilgin. Hammamizni sihat salomat qilgin. Parvardigoro, duolarimizda zikr qilingan, zikr qilinmagan barchalarimizni Allohim qalblarimizda nimaiki orzu havaslarimiz, niyatlarimiz bo'lsa, ro'yobga chiqargin. Mushkulotlarimizga o'zing yengillik ato etgin. O'qishda o'qiyotgan, uzoq safarlarda musofir yurganlarni o'qishlariga ham Alloh baraka bergin. Amin. Musofir yurtda yurib ishlab, pul topib, ro'zg'or kechirayotganlarni ham Allohim ishlarini o'zing rivojini berib, ularni ham eson-omon ahli baytlariga barokatli rizq bilan sihat salomat qaytmoqligini nasib aylayin. Ilohim, bizlarni mana shu kundan boshlab to umrimiz so'ngigacha duo qilsa duolari ijobat bo'ladigan solih bandalarning qatoridan qilgin. O'zing samoviy va arodiy balo qazolardan asragin. O't balosi, suv balosidan, nohaq tuhmatli vaqt o'limdan o'zing asragin. Oxir oqibatlarimiz xayrli, xotimalarimiz go'zal qilib, bugun mana umr amallari ustida turibmiz. Amallarimizni chiroyli, ziyodasi bilan ado etib, o'zingni huzuringda umrlar qabul bo'lgan bandalarning qatorida turishimiz Alloh nasib aylasin. Hammalarimizni duolarimiz ijobat, gunohlarimiz mag'firat, faqirligimiz ketgan holatda qaytmoqligimiz Alloh nasib aylasin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Allohumma salli va sallim va barik alayhi va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim.